Boy badavlat bo'lish uchun juda ham ko'p darslar bor, juda ham ko'p yo'llari bor. Sizlar internetda ham bu narsalar juda ham ko'p kuzatgansizlar. Sizlar mendan ham ko'ra yaxshi bilasizlar. Boy badavlat bo'lish uchun inson harakat qilish kerak, ertaga kech ishlash kerak. Hokazo gaplarni gapiramiz. Lekin oddiy gaplardan biri biz birinchi o'rinda diqqatli bo'lishimiz kerak. Juda ham diqqatli bo'lishimiz kerak. Har bir narsaga, har bir tangamizga, so'mimizga, bu oz pulku, oz so'mku deb kamgina pulni ham deb o'tib ketaversak, u toma daryo bo'lur. Shuning uchun diqqatli bo'lishimiz kerak. Intizomli bo'lishimiz kerak. Ozginagina pul ishlab olib, baqir-chaqir qilib, kekkayib, ichib, chekib, u yoqqa borib, bu yoqqa borib, chap taraflarga, o'ng taraflarga deganday, unda ham siz pullaringizni hammasini havoga sovurib yuborasiz. Diqqatli bo'lishimiz kerak. Intizomli bo'lishimiz kerak va harakat qilishimiz kerak. Hech qachon biz harakatdan to'xtamasligimiz kerak. Hamisha olg'a yurishimiz kerak. Kelinglar oddiygina misol. Masalan, biron bir inson suvga tushganda nima qiladi? Voy, endi men usti boshim ho'l bo'ldi, endi nima bo'ladi? Voy-dod deb baqirmaydi-ku, to'g'rimi? U suvdan chiqolmasligi uchun, u suvdan chiqolmasligini bilganligi uchun baqir-chaqir qiladi. Undan chiqib biz nima qilishimiz kerak? Harakatda bo'lishimiz kerak. O'sha suvdan chiqish uchun harakatda bo'lishimiz kerak. Intizomli bo'lishimiz kerak. Baqir-chaqirda ham o'zini joyi bor. Diqqatli bo'lishimiz kerak o'sha suvga yiqilib tushmaslik uchun. Ko'ryapsizmi? Oddiy misol. Lekin juda ham kerakli misol.